Grunto Brakator 14 tonnalik. Foydalanishga juda ham qulay. Faqatgina bitta noqulayligi spliniya chap tomonda, tormoz o'ng tomonda ekan. Ko'rib turganingizdek, uzatma qutisi 3 ta uzatmadan iborat. Orqaga harakatlanish uchun 2 ta uzatma, birinchi va ikkinchi uzatma mavjud. Katok titratish 2 xili mavjud. Ushbu tugma yordamida uni ishga tushirish mumkin. Ko'rib turganingizdek, uzatmani qo'shamiz hamda ozgina gaz bersak, titratish yuzaga keladi. Uni o'chirish uchun tugmani bossak bo'ladi. Keyingi usul. Yana uzatmani qo'shamiz. Dvigatel оборотini boshqarish uchun qo'lda hamda oyoqda imkoniyat bor. Motor moyini bu shub orqali tekshirish mumkin. Korobka moyini ikkita joydan tekshirish mumkin. Bu yerda va u yerda. Havo filtrini almashtirish va tozalash juda ham qulay. Gidravlik moyini bu yerdan kuzatish mumkin.